yordam beringlar. Shu bitta farzandimni orzu havasini ko'rishni xohlayman. Shu bolam uchun harakat qilyapman. Niyatim bo'lib qolmasin deb sizlardan iltimos yordam beringlar. Bolamni baxtiga yaxshi bo'lib ketay. Yetimlikda katta bo'lmasin. Likey. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Xonadonlaring tinchmi? Azizlar, mana Gulnoz opam ahvollari. Ko'rib turganinglardek ahvollari tobora yomonlashib boryapti. Toshkentda davolanib kelishdi, baribir o'zgarish bo'lmayapti. Shuning uchun iltimos qo'linglardan kelgancha yordam beringlar. Qorinlarida suv to'planib, suv chiqib ketmayapti. Ko'zlaridagi sarg'ayishlar. Mana qarang opa. Ko'zlaridagi sarg'ayishlar ketmayapti. Endi ertaga yana viloyat shifoxonasiga yotishyapti. O'zgarish bo'lmayapti. Tobora yomon tarafga o'zgarib ketyaptilar. O'shaning uchun iltimos qo'linglardan kelgancha yordam beringlar. Bir donagina farzandlari bor, qizlari. Qizlari uchun ham yordam beringlar, iltimos. Hali operatsiya uchun mablag'imiz yetarli bo'lgani yo'q. Shuning uchun yubora olmayapmiz. Yordam beringlar, iltimos. Yordam beringlar. Shu bitta farzandimni orzu havasini ko'rishni xohlayman. Shu bolam uchun harakat qilyapman. Niyatim bo'lib qolmasin deb sizlardan iltimos yordam beringlar. Bolamni baxtiga yaxshi bo'lib ketay. Yetimlikda katta bo'lmasin. Assalomu alaykum. Saxovat peshin savlat. Sizlardan iltimos yordam beringlar. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Ehson qilib duoda bo'layotgan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Hozir mana Verisog'ga davolanyapman yana. Ahvolim